Onangdan magar jiddaman. Onangni papacha. Nima qilyapsan menga? Onangni o'limini tushib ketmadi. Bedanani senga ham sotdimi? Ha, voy, onangni papacha. Dada, bu bizni o'ttasini poyezd o'tar ekan. Ha, o'tsa o'tar o'g'lim. Nimaga siqilasan? Er davlatga xohlasa o'tkazadi. Endi nima qilamiz? Bog'ni sotamiz endi. Qaysi ahmoq bo'ladi? O'zi qishloqda ikkita ahmoq bo'lsa, bittasi Samit Elbak, ikkinchisi G'aniqchima. O'shalarga o'tkazamiz. Sani otangni Vali mashinnik deydilar. Yog' bedonani 20 mingga sotgan. Sen shu yoqda tur, men hozir kelaman. Vali mashinnik o'ch. Nima $10,000 berib bana. Bitta bedanam uchun ey. Alo. Qanaqa 20 sotik? Xohlasam 50 sotik deb podarka qilib beraman. O'zi shundaqa pul million suda million pulda bo'lib yotibdi. Kuchayib ketibdimi, deymi u? Ha. Menga qara. Undan 10,000 so'rama. Yer berdiymiz, yer ko'pagan unga. Pullar hiddiga turib bo'lmaydi, tushundingmi? Keyin qilib Ey, ikkalang. Bu yoqqa. Nana. Vali mashinnik kuchayib ketibsan, mana. Sen ikkalangdan bir pachkadan oluvdim, hozir. Shu. Puling kerak emas bizga. Bo'yanka aytgan yerdan bersin bizga, katta yer ber bizga shu pulga. Ha, bo'ldi. Adirdagi bog'imni bilasan-a? Katta bog'mi? Ha. Ana shuni ikkalang bo'lib olaring, tushundingmi? Bo'ldi. Faqat yana 10 mingdan berasan, u yer qimmat yeri. 10 ming, bo'ldi, joning sog' bo'lsin, beramiz. Qachon olamiz vaqti? 3 kundan keyin borib ikkalang bo'lib olasan, tushundingmi? Faqat menga pul tez kerak, bugun kerak. Hozir olib kelamiz. Samit Elbak, hozir olib kelamiz biz. Bo'ldi. Sen mashinnik emassan. Sen mashin. Ket. Voy bo, mana olib kelik. Ekondiki. Hech to'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zi aniq beryapsizmi? Tilga javob 3 kundan keyin bora olasizlar. Bo'ldi. Bo'ldi, ketdim. Aniqchima bag'z berib berlik. Ha, boshini o'g'rimayaptimi? Boya qattiq yeymadimi? Ha, ketdik. Vali mashinnik! Aytdim nima bog'da arzon belyapti deb. Aniqchima bog'imni poyezd o'tibmi? Samit Elbak, buyinkida bog' sinosga tushgan ekan. Shuncha arzon beribdi. O'zi aytdi, boya kelgan $10,000 dedim. Bu